Ha bo'ldi, kechki payt ko'rishamiz. Hozir o'tibdi. Jonga tegding-e. O'zi tekinga otgan bo'lsang. Nima qilasan? Tanlab qimmati yaxshi, qaysi biri yaxshi deb olavermaysanmi? Shahardan kelayotganingizda Aka, siz meni noto'g'ri tushundingiz lekin. Nimani noto'g'ri tushunyapman? kelisi o'zida aka, shuna hokimiyatga yetmasingizdan o'ng qo'lingizda aka. Men sizdan tekinga olayotganim yo'q. Nasiya savdoga so'rayapman, og'ayni. Sardor tinchlikmi? Nima bo'pti? Ravshan aka, assalomu alaykum. Keluvdim deysiz. Aka, bolalar yoshda men bor uzr, bor sani ish qilib turgan. Nima xizmat okajon bizga? Menga tayyor shop do'koni kerak edi. Nasiya savdo bor deyishuvdi. O'zi shu do'konmi yo adashib kirib qoldimmi? Aka, adashganingiz yo'q. Ishchimi qilgan ishidan sal xijolatdaman. Bizda 12 dan 21 gacha bo'lgan razmerli hamma balolarimiz bor. Xohlaganini tanlang, nasiya savdo xolisiz naqdga chiroyli qilib bolani o'zi taqib berishadi. 12 ga nima balolaringiz bor aka? Aka, 215 ga 50 razmerdagi mana shu balonimiz bor. Zo'r hamma narsasi. Xolisiz shuni taqib berishadi bolalar. Bo'ladi unda, menga ma'qul. Sardor, mana buni olib chiqib 12 ga taqib ber tez. Aka, bo'lmasa men tashqarida chiqib turaman. Xo'p akajon. O'rtoq, men balon taqishni bilmayman, bilasan. Mani qiziqtirmaydi. Olib chiqasan-da, hozir shu balonni 12 ga taqib berasan. Tushundingmi? Ravshan, o'rtoq bo'ldi, balonni qo'yib bo'ldim. Hozirgi qilgan ishingni o'zing bildingmi? Tarkibing shuki, jasadga tegsa tahoratni buzvoradi. Hammamizdan qolib ketadi o'rtoq bu dunyo. Shuni esingdan chiqarmagin.